bir yaxshi inson uchramadim, man baxtli bo'la qolmadim-da, shu bigon-migonga qistirib qo'ya qolmadim. Shu последний время shu topilmasa, shu ikkinchi yo'li tanlayman, shu ketishda shunaqaga o'xshab turibdi. Kechirma bo'ldi deylar, ertalabgacha o'tirdim. Bitta bolani shunchalik o'ramoqchi bo'ldim, lekin ura olmadim. Qarib qolsam, Soni dedim o'zimga o'zim. Ko'krak bormi, yo'qmi dedilar. Emasmi aka? Sutamiz gushonka bo'lib qolganda afsuski bor, sutam chiqmaydi ko'tagisiga. Uyim tog'da dedi. Mayli, tog'ga ham ko'chib boraveraman. Sigiram sog' uraman. Tandirda non ham yopib har qirralarim bor, jonim och qolmaydi. Agar qishloqda diskoteka nochlik klublari yo'q-da dedi. Men ko'rinishim shunchalik zalolatda yuradigan odamlarga o'xshaydimi? Manda sizga yeritdilar, bo'ldi. Lekin men qiz bolaman-da aka, qalin pul ancha qimmatga tushasiz. Shunisi ham bor. Qizlig'ini o'zim olaman-da, shirin qilib. Aka, hech kim ololmayapti. Siz olasiz, oling-da. Hech kim ololmayapti, qarang. Слишком detiklashib ketdik, jonim. Qayerda eding sen yoshligimda? Nega uchramading beboshligimda? Og'zim eshik qisgan xafa bo'lmaysizlar. Hozir qo'shnim yugurib chiqar. Hamma bizda серьезный o'ta. Родительlarim ham, jigarlarim ham. Bitta men oilada fokus chiqib qolganman shunaqani. Xodani o'zi buzadigan bitta bo'ladi-ku oilada. Tushunmayman deb. Ana aytadi-yu, katta qiz xohlasa ham, xohlamasa ham dedi-yu, все равно chiqib ketadi. Ho'kizligingizni tan oldingiz, albatta ho'kizman. Ho'kiz bo'lmagan shu ho'kiz bo'lmagan. Ota-ona bitgan qilib Toshkentda родительский uyimda o'tirgan bo'lardim. Lekin afsuski, men o'zimcha samostoятельный qiz bo'lmoqchi bo'lganman. O'z holimcha bo'lmoqchi bo'lganman o'shaning uchun. Men ketdim dedi. Ana aytadi, "Yo, bu yoqqa" dedi. Men uchaman dedi. Shu uchganman deb faqat o'chirganingizdan keyin ozgina keyin oyoqni uchidan kelishingizga to'g'ri keladi-da. Oyoqni uchidan kelsa yoqadi. Bitta fakt aytaman, shu Moskvaga kelib, viloyatli qizlar bilan yashab, viloyatlilar bilan o'tirib, bitta dasturxonda choy ichib, qam nilushallaqa yo'q, yigitiga bergan ketgan. Keyin viloyatlilar bilan yashab, ancha ketadigan bo'lib qolganda tamam bo'g'irgan. Kechirma bo'ldi deylar, ertalabgacha o'tirdim. Bitta bolani shunchalik o'ramoqchi bo'ldim, lekin ura olmadim. Qarib qolsam, Soni dedim o'zimga o'zim. Ko'krak bormi, yo'qmi dedilar. Emasmi aka?